Ko'pchilik ayollarda bor muammo hozirda nima bo'lyapti? Erim e'tibor bermaydi, mehr bermaydi, boshqalar bilan yurgan bo'lsa-chi, menga xiyonat qilayotgan bo'lsa-chi degan o'y-xayollar meni qiynaydi. Meni keragim yo'q, men bir timman, menga umuman e'tibor bermaydi degan og'riqli fikrlar qiynaydi. Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarimiz. Men Muhammad Mahsumov, ong osti bilan ishlovchi mutaxassis psixolog bo'laman. Bugungi mavzularimiz aynan ayollarga qaratilgan bo'ladi. Ayollardagi muammolarga qaratilgan bo'ladi. Ko'pchilik menga shu murojaatni qilishyapti. Diqqat bilan eshiting. Ayollarda bor muammo e'tibor ola olmaslik, kamsitilish, xo'rlanish, mensimaslik, mehr ola olmaslik, eri tomonidan pul ajratilmasligi, eri tomonidan eshitilmaslik va hokazo. Meni tarafimni olmaydi, meni keragim yo'q deydi. Undan tashqari men sizlarga aytib o'taman. Ko'pchilik ayollarda shunday muammo bormi? Men doim hamma ishlarni o'z vaqtida qilishga harakat qilaman, hamma ishlarni qilaman. Doim erimni rozi qilishga harakat qilaman. Hamma ishlarni joy-joyiga qo'yib, yaxshi ovqatlar qilib, kiyimlarni yuvib, kulib, tabassum qilishga harakat qilaman-u, lekin teskarisi bo'ladi. Kirishi bilan menga qovoq solib, kirishi bilan menga yomon gapirib, yokida meni mensimay, yokida menga e'tibor bermay, men gapirayotgan so'zlarimni parvosiz, beparvodek e'tibor bermay qo'yadi. Lekin men aslida u insonni rozi qilishga harakat qilaman deb doim ichidan siqilib, ichidan o'zini noloyiq, o'zini qadrsiz, o'zini keraksiz his qilib, o'zini doim boshqalar bilan solishtirib, ichidan siqilishni his qilib yurgan ayollarga bugungi murojaatim bitta narsa. Siz o'sha ishlarni qilayotgan paytingizda, eringizni rozi qilaman deyotgan paytingizda aslida nimalarni kutasiz? Nimalarni kutasiz? Nimalar uchun o'sha ishni qilasiz? Menga e'tibor bersin, ish qilib menga yaxshi gapirsin-da, ish qilib meni to'g'ri tushunsin-da, ish qilib meni maqtasin-da, menga yordam bersin-da, meni tushunsin-da deb shunaqa shubhalar bilan fikr qilyapsizmi? Aslida bu shubhalaringizni tagida xavotirlaringiz va qo'rquvlaringiz yashiringan bo'ladi. Qanaqa qo'rquv, qanaqa xavotir? Aslida men kerak emas bo'lib qolmay, meni mensimay qo'ymasin, meni qadrsiz qilib qo'ymasin, bugun meni haqoratlamasin, meni kamsitmasin, menga e'tiborsiz bo'lib qolmasin degan qo'rquvlaringiz orqali siz xavotirlar orqali eringizni rozi qilishga harakat qilasiz. Lekin teskarisi bo'ladi. Doim siz kutayotgan narsalaringizni teskarisini, aksini ko'raverasiz. Doim rozi qilishga harakat qilasiz. Doim bitta narsa. O'zingizni ham unutasiz, lekin ular uchun harakat qilasiz. Lekin nima bo'ladi? Aksariyat hollarda aksi bo'lib chiqadi. Ya'ni mutlaqo siz xohlaganingiz emas, balki boshqa narsa. Qo'pol gapiradi, menga gapirma deydi, sizga e'tibor bermaydi va hokazo. Doim siz fikrlaysiz. Qayerda yurgan bo'lsa, yo boshqasini topib olganmikan, yo meni qadrim yo'qmi, yo meni mensimaydimi? Yokida biror bir narsa so'rayman desangiz ham, biror bir pul talab qilaman desangiz ham bermasachi, qo'y so'ramay qo'yay, o'qilay, buqilay deb ichingizdan xijolat bo'lasiz. O'zingizga ravo ko'ra olmaysiz. E'tibor bering, bu joyda sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'ta yomon degani, o'zingizga bo'lgan baho o'ta past o'rinda degani. Va eringizga bo'lgan sizni fikr, o'y-xayollaringizda nosog'lomlik bor degani. Qachonkina siz eringizni holatini tushunib, anglab, qabul qilsangiz, o'zingizni holatingizni tushunib, qabul qilsangiz va rozi bo'lsangiz, keyin eringizni sizga bo'lgan munosabatlari inshaalloh o'zgarishni boshlaydi. Nima uchun deymi? Chunki siz ichingizda norozilik, tushkunlik,
nafrat, alam, xafagarchilik, umidsizliklar orqali qalbingizni xohishlarini eshita olmaysiz. Qalbingizni ko'mib qo'yasiz. Siz qalbingizdan his qila olmaysiz. Qalbingizni aslida ko'mib tashlaysiz. Qalb kasal bo'ladi. Tushunyapsizmi? Insonda qarang. Tana kasalligi, qalb kasalligi, fikr kasalligi bor. Lekin aslida qalbni kasallanishi bu bizni fikr kasalliklarimizga kelib taqaladi. Ya'ni u nima degani? Siz aqlingiz orqali tashqi vaziyatdan ta'sirlanasiz. Aql orqali, tushunyapsiz-a? Ya'ni bu nima degani? Agar siz aql orqali noto'g'ri tasdiqlasangiz, u tasdiqlar sizni ong ostingizga o'rnashadi. Ong ostingizda noto'g'ri tasdiqlar sizga noto'g'ri g'oyalarni, noto'g'ri xohishlarni keltirib chiqaradi. Men hali unga isbotlayman, men unga ko'rsatib qo'yaman, men hali qadrli bo'laman, men u qilaman, men bu qilaman deb alam bilan boshqalarga ko'rsatish, boshqalarga isbotlash uchun harakat qilasiz. Va bu yerda nima kelib chiqadi? Teskarisi bo'ladi. Ya'ni sizga qarshilik qiladigan, sizni mensimaydigan, siz bilan janjal qiladigan, sizni xo'rlaydigan, sizga xiyonat qiladigan, sizni aldaydigan va hokazo. Shunday insonlarni hayotingizga jalb qilasiz. O'zingiz tortib olasiz. Noto'g'ri ong osti tasdiqlaringiz orqali. Va bu sizga bora-bora tushkunlik, norozilik, nafrat, alam, g'azablanib ketishlarni keltirib chiqaradi yuzaga. Bu bizni qalbimizni kasallantiradi va qalbimizga og'riq beradi. Biz xohishlarimizni qalbdan emas, balki aql o'yinlari orqali so'raymiz. Allohdan qalban emas, balki gumonlar orqali, noto'g'ri fikrlar orqali, ya'ni tushkun, tushunyapsiz, umidsizlik orqali Allohdan so'raysiz. Bu qalbdan bo'lmaydi. Nima qilish kerak bo'ladi? Oldin siz ong ostidagi norozilik, rad etish, nafrat, alam, xafagarchilik, mana shu holatlardan tozalanishingiz kerak bo'ladi. Mana shu holatlarni ong ostingizdan bartaraf qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin siz qalban his qilishni boshlaysiz. Sizni qalbingiz ochilishni boshlaydi. Qalbingizda xotirjamlik paydo bo'ladi. Qalbingizda xotirjamlik paydo bo'ldimi, siz tashqi kelgan voqelikni qabul qilishni boshlaysiz. Tashqi voqelik bu taqdir, Allohdan berilgan taqdir. Siz rozi bo'lishni boshladingizmi, qabul qilishni boshladingizmi, keyin sizni xohishlaringiz amalga oshishni boshlaydi. Tushunyapsiz? Birinchi nima qilish kerak ekan? Ichki norozilik, nizo, nafrat, alam, xafagarchilik, tushkunliklarni, umidsizliklarni yo'qotish kerak bo'ladi. Men shaxsan mutaxassisligimdan kelib chiqqan holatda buni sizni hayotingizni tahrirlab, raskopka sessiya jarayonida sizni hayotingizni tahrirlab, qachondan sizga mana shunaqa og'riqlar shakllangan, nima uchun shakllangan va bu og'riq sizga aslida nimani ko'rsatib beryapti, nimani o'rgatyapti, nima uchun siz tashqaridagi vaziyatlarni qabul qila olmayapsiz? Bularni batafsil sizga yoritib, anglatib beraman. Shunda sizni qalbingizda xotirjamlik va taskinlik paydo bo'lishni boshlaydi. Inshaalloh keyin sizni istaklaringiz, xohishlaringiz amalga oshadi. Nima uchun? Chunki siz yaxshiliklarga ochilasiz. Yaxshi narsalarga, yaxshi ne'matlarga ochilishni boshlaysiz. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Siz tayyor bo'lishingiz kerak. Ilm olasiz, noto'g'ri tasdiqlarni ijobiy, yaxshi tasdiqlarga o'zgartirasiz. Agarda sizga yuqorida aytib o'tgan muammolar bo'lsa, shaxsan o'zimga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu video yuqorisida men telefon nomerlarimni qoldiraman va izohlarda kommentariyaga telefon nomerlarimni qoldiraman va izohlarda kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring va obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Ko'pchilik meni kuzatyapti, lekin obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekanlar.
obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizda qanaqa muammo bor, qanaqa og'riq bor. Bularni inshaalloh birgalikda bartaraf qilamiz. Albatta imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Faqat ishoning, ixlos bilan. Barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadr baland qadrdonlarim.